Men 75 men shunday qo'yaman, Sardor ham bitta video qo'yadi, YouTube'dan men kirib tomosha qilaman, sirazi qo'yiladi mana. Kim qo'yadi? Sizdan boshqalar ham ko'p qo'yadi-ku. Da qo'yishadi. O'tgan yili Sardor sen ketdin manjoli bolani. Yo'q. Kobalt oldi, bizni rasa oshga chaqirdi dedim-ku, Sardor aka men ko'layni qo'yib aka pul ishlab Kobalt oldim. Aka boshqa YouTube ham. boshqa beray dedi va bosi gazidi dedim. Ali Banat og'a mana hozir вообще kam to'layapti-yu YouTube, to'g'rimi? Oldingidaqa emas. Yo, chunki aka monetizatsiyani 2022mi, 2000 уже O'zbekiston uchun, Rossiya uchun yopgandan keyin вообще nurga tushib qoldi-da. Oldin aka misol men o'sha YouTube sohasida bo'lganman 2017, 2018, 2019 polni YouTube'da bo'lganman. Oyiga svobodno 6000-7000 chiqarardik biz. Da biz ham oldin shundaylar shu atrofda chiqarardik, hozir вообще tushib ketdi-da. Hozir endi monetizatsiyani uzib qo'ygan. O'sha uchun hozir hamma o'zini Amerika YouTube'ga o'rayapti-da. Lekin aka endi qarshidan shunaqa balla bor, 3tasini ko'rdim. Bittasi $220,000 yechgan bir oyda, bittasi 70,000 yechgan. Pizdez yechyapti bolalar. Amerika qilib, Ha, YouTube kanal oyiga $220,000 solyapti. Bilad, menga qarang, menga bitta ochib beralasizmi? Amerika kanal qilib, bu o'zimiz Amerika kanal degani u Amerikada ochilish kerak degani emas. Hozir uyda turib ochsangiz ham bo'ladi. Prosta kontent amerikanskiy bo'lish kerak. Mana bu inglizcha qiziqtiradigan. İngilizce gapirib chiqish kerakmi? Gapirish kerak emas, ideya qilish kerak. Xohlasa yangilik olib chiqsa ham bo'ladi, ingliz tilida. Mr. Bean'ga o'xshab chiqsa bo'lmaydimi, Sardor? Ovozsiz. Bo'ladi. Da inglizcha titr bilan chiqsangiz bo'ladi, Aziz aka. Pul topish buncha Zanaatchilik YouTube'da ham katta pul berganda, bo'lmasa. Da xuya pul, eng katta pul YouTube'da-ku o'zi. Zohid qalaysiz? Assalomu alaykum akalar. Yaxshimisizlar? Sardor, Umid aka, Azizxon aka. Qizil shapkangga skey televizordan nima chiqyapsan? Yaxshimisiz oshna? Shu shaharchi nima bo'ldi, o'g'alar? Hadrasiyada aka. Evet, bir intervyu olib ketayim mana shular ikkovidan, Sardor bilan Ali Banatdan. Mana aralashdim. Kim biladi, podrobni gapirib beringlar. Ko'rishganda Yaxshimisan? Oshna. Sen nima bilan televizordan chiqyapsan? Mana Zohid mana televizordan chiqibdi aka, mana Zohid Zo'r TVdan, televizordan, Yor kanali, hamma kanaldan chiqdi mana Zohid. Qo'lini qayrashib olib kirib ketdi Andijonlik ichki ishlar xodimlari. Keyin ikkitasini 15 yildan qamadi. Yutchi bilan. Mana biladda, mana korotchi, mana Zohid biladi anig'ini. Zohid so'roq berildimi, berilmami? Yo'q, hali tergov bo'ladi. Hali berilmaydi, hali berilmaydi. Bo'ladi. Nima 10 yildan 3 oydan 6 oygacha ushlab o'tiradimi? Berilishi mumkin deyilgan. 10 yildan 8 yildan 10 yilgacha berilishi mumkin bu Endi uni Sardor oilasini, yakkaligini, daxuyasini hisobga oladi baribir. Yolg'iz ona, bu bolasi bor, unisi bunisi olatda ati qilib 15 sutka qilib prosetika kesib qo'yadi oxiri. Yo'q, 15 sutka qilmaydi, jinoiy-ku. Jinoiy. 15 sutka kim aytyapti 15 sutka deb? Yo, ati ham jinoiy degani, o'sha ati ham jinoiy. Bir kun uyda gaplashgan paytda yo'q bo'lsang, olib kirib ketadi Sardor atida ham. Ati mana yo'lda mana shunday bo'ldi-ku, kechib bo'ldi. Gruppa bo'lgan, temorli tovlamachilik bo'lgan, pul bilan tushgan, u jinoiy ketadi, u chiqqanda Jinoiy. Prekrasno, u hamma bilib bo'ldi, o'zi jinoiyligini. Bo'lmasa bunaqa videolar chiqmas edi. Sen ham bor, televizordan chiqsan. Video chiqargan sababi ham shuki, ogoh bo'l. Qolganlaring ham. O'sha shu bo'lish kerak edi, bu bo'ldi ham, misol. Televizordan chiqibdi. Belli bu kanaldan ko'rsatdi Sardor, вообще mahalla Dudud kanalida ham.
Qiladi. Hamma kanalda. Bitta Telegram yulduzlariga chiqmadi. Hali bu kanaldan. Telegramdan ko'rdim. Yo'l sotgan bu, ha, zo'r ish qilganda amlar sotib, isqirtlar sotib, shantajchilar sotib. Sen o'zing qo'y o'rningga o'sha bolani, isqirt. Shahati bilan Garochi Alibanat ikkalasi video o'ynashgan, PR bo'lgan, Instagramda ko'rishib, bir ikkita shunday kontent olganmiz xolos, boshqa hech narsa bo'lgan yo'q. Intervyu ketyapti. Endi xo'p, o'sha shahatiga necha pul berdingiz? Alibanat shunisi ham qiziq. Daxuya pul berdi. Sardor bo'ladi. Necha pul berdingiz? 5000 ni berdingizmi, 10.000 ni pulni berdingizmi? Yani birisini berganim yo'q, salom alaykum kelib ketdi. Biletini kim qilib berdi, qaytishini kim qilib berdi, qonini kim qilib berdi, yotag'ini kim qilib berdi? Bag'i ham qiziq. Hammasi o'zidan. Onasini Yotag'ini ham Aziz. Aziz. Qilmaydi shahati bor-ku, men Aziz. bilaman buni bilyapti. Ha. Nima deysiz? Yotog'ini, patog'ini, cho'chag'ini bilganim yo'q. Prosta Kim ushladi shag'ammi? Kontent olish uchun primo bitta ko'rishgan payti $2000 qancha berdi, ikkinchi martasi to'rmayman qanchadir berdi. Ha, nima? Katta. Shahlo Ahmedov bilan ko'rishsiz bo'lardi. $5000 O'zbekistonda jalab. Naqayapsiz? Alibanat Lekin onasini emsa, qora cho'ponni oldiga boryapti. Действительно просмотр bilan bomba bo'lib ketdi. Yordi. Prosmotr undan ham zo'r bo'lardi. Ya. Butun Prosmotrni hech kim qilib bera olmaydi. Lekin biznes bo'lib ketdi. Lentan o'tkazsa o'sha videolar 8 million. 8 million prosmotr. Aka u bitta sizdan boshqa millionta prosmotr edi, aka. Instagramda bilan har ikkisim sizlarni olib to'g'ri rahmat. U Alibanat qolib ketib, Sardorni so'kish yuribdi Instagramda jani. O'zichalar hamma yo'qni ko'tib yurgan Alibanat Sardorni so'kib chiqishyapti hamma bilan. Bu deydi pidaraz deydi, buni ish qilyapti, buni Alibanatdan hech kim gapirmayapti. Alibanat bilan ikkalasi o'zi video tushgan ekan. Men prosta litson bor dedim, bitta qo'shildimda qilgan ishim gandonga o'xshab bitta rasm tushdim topib. Bitta rasmdan qimmatga tushdi. Eski bitta rasmga tushdim, yapti qalampir nuqta o'zidan ham, kun nuqta o'zidan ham Endi sen ham bilad, ana uni o'ttasiga olib, men ham ikkovlari raza soldi deb o'yladim-da, ikkovlari. Bir qarasam ikkovlari nimada ichki kiyimda nimani olay deb o'tib ketyapti, voy jalab bo'ldiyman. O'rtaga suzib qo'yishdi. Ana bitta savol bor-da. O'rtaga qizib qo'yib shag'at deydi. Aslida Alibanat akam ketdi, o'sha kunimi kechqurun ketdi Dilshod akam. Sardor o'sha yerda shag'atni necha kundan keyin ketdi? Shahatining qachon ketganini bilganim, o'sha kuni video olinganda. Isquar Poiro bo'lsa bu yoqqa Lekin borku Alibanat $5000 berib sikmagan bo'lsangiz ko't ekansiz, bor jigar. Aziz, Sardor sen tushuntir, Sardor. Sikka yo'q, umma. Vaziyat og'ir ekan-da, bo'lmasa shaytonni ham solardi. Vaziyat og'ir ekan Alibanat. Shunda o't qog'ozga o'rayotganda. Yo, menimcha hayotda boshqacharoq qiz menimcha. Kemadagi qizlar ham zo'rda. Aziz. Alloh rozi bo'lsa. Prosta litso bor xolos, tushunding? Voy shahadida ishchi bola yo'q, 5000 bilet. Zohidga berganlaringda ham pizdes narsa ko'rinardi. Ko'zlaringga jalab biladi. Ya. Biza hazillashamiz. Shahati zo'r, gap yo'q, Shahatini hamma narsasi joyida. Prosta bizada unaqa anov yo'q. Nima deydi? Короче, shaytonlar sizda yo'q. Ha, shunaqa. Malades. Sizning niyatingiz qing'ir emas, toza yo'lda olib keldingiz. Bitta video qilib 5000 berib, choyini ichib samolyotga yana chiqarib yubordingiz, kuzatib qo'ydingiz. Yo, endi unchalik pollatali qilganimiz yo'q. Shu video oldik, bo'ldi. Bunday bo'ldi Aziz. Men bular birinchi marta ko'rishishga qilishgan payti Alibanat Abu Dhabi oldiga men gaz sistemda edim, bormadim. Alibanat to'llay borgan paytim ketib qolgan ekan. Keyin Alibanat
Qarshiga biletim bor dedi, aeroportga tashlab srojno ketishim kerak. Bordi, samolyotda yarim soat kech qolgan ekanmiz, uchib ketdi reys. Qaytdik, Alibanat aytdi shoshma dedi, bu ishda oxiriga yetkazishimiz kerak. Yo'lda ideya o'ylab keldikda Pornak qo'lga qildilar. Alibanat aytdi, qancha pul bersang desang beraman, kelasan, syomka qilaman, ketasan, bo'ldi. Keldi, biza ko'rishdik, eshikda turib olgan, kirishimga deyapti, pulim berasan, keyin kiraman, bo'lmasa naxu deyapti. Voy bila haromni pulni o'tirsin. Eshikni tagida pulni shunday sanadi. Achikchasi jalab bo'lib tug'ilgisi keldi de. Eshikni tagida pulni sanadi, kirdi, ichkarida. Men bitta syomkada shunday qo'shildimda, bitta onasiga haromga o'xshab spalnining ustida onasiga rasmga tushdi. Sardor maskini yeyish desan nima deydi? Aka shunisi bilan qiziqdi. Odil akamga qo'yib bermaysanmi? Raza sikmaydimi xatga bilan Odil akam bilan. Odil akami? Porno rejissyor. Odil aka qayoningdami? Odil. Narigi xonada kino ko'ryapti. Voy bila. Nima deysiz? $5000 berishib. Ha, yaxshi bo'ldimi? Axir ko'nglingizga yoqdimi, Alibanat? Chotki. Ha, tamom, bilan. Video yurgan bo'lsa, lekin Instagramda reykka chiqdilar, hamma so'kdi.